Mana bu suratdagi odam Sultan bin Sulaym. Bu 71 yoshlik Dubay multimilliarderi DP World deb nomlangan logistika kompaniyasi bir nechta portlar, Dubay bojxona va Duty Free korporatsiyasiga raislik qiladi. Va aynan u yaqinda e'lon qilingan Epstein fayllari orasida 4759 marta tilga olinadi. E'lon qilingan fayllar orasidagi suratlardan sezish qiyin emaski, ular xuddi bojalardek yaqin bo'lishgan. Xususan ular aynan o'sha orolda vaqt o'tkazishgan, birga ovqat qilishgan. Esdalik uchun xuddi arablarga o'xshab suratga tushishgan. Ko'rinishdan professor yoki olimlar orasida davra suhbatlarida bo'lishgan. Ochiqlangan fayllar orasidagi eng katta muhokama va bahslarga sabab bo'layotgan suratlardan biri bu aynan Sulton bin Sulaymon hamda Jeffrey Epstein birgalikda turgan holatda, yerda esa aynan Jeffrey Epsteinga sotilgani iddio qilingan Ka'ba po'shtining bir qismi to'shalgan holatda turganligi hamda ular aynan shu Ka'ba po'shtini ko'zdan kechirayotganligi aytilgan surat bo'lib qolmoqda. Ochiqlangan fayllarga ko'ra, Sulton akamiz biznes yuritish yoki Jeffrey Epstein bilan vaqt o'tkazgan holatda suratlarga tushishdan tashqari ajoyib emaillar yozishni ham qotirib qo'yganlar. Xususan Sulton akamizdan Jeffrey Epsteinga yuborilgan bir emailda Isroilning Dubayda o'tkazgan operatsiyasi haqida gap borsa, yana bir emailda esa yangi Somaliland deb nomlangan davlatni tan olish haqidagi savol-javoblarni fayl ko'rinishida yuklagan va uni izohsiz yuborganini ko'rish mumkin. E'tibor bering, yana bir emailda o'zining yaqin bir do'sti Saudiyaga borganligi va u yerdagi masjidlardan biriga kirganligi haqida. Hamda uning ayni shu do'stining so'zlariga ko'ra, u yer, ya'ni Saudiyadagi barcha terrorchilarning biror joyini qashishga urinayotgani yoki detonatorni, ya'ni bombani kuchga keltirish ehtimolini ajrata olmayotganligidan noligan deb qo'shib qo'ygan. Yana bir qisqa va juda qiziq emailda: "Qadrdonim Jeffrey, men sayohatlarimni rejalashtirishim kerak. Orolingda bo'lib o'tadigan Christmas, ya'ni Rojdestvo haqida biror yangilik bormi?" deb tugatgan. Odamlar yangi yilni nishonlamaslikni bahslashib yurgan bir paytda akamiz pedofil oroliga borib Rojdestvoni nishonlab yurgan ekanlar. Boy bo'lish kerak-da. Boy bo'lsangiz, pulini to'lasangiz, fatvo ham chiqarib tursangiz bo'ladi shekilli. Juda ko'pchiligimiz Isroilni dushman deb bilamiz. Qisman to'g'ri. Lekin ayni shu dushmanni oramizga suqilib kirishiga imkon berayotganlar shu oramizdagi o'zimizni do'stlarimiz deb yurganlarimiz bo'lib chiqadi oxir oqibatda.